Assalomu alaykum. Video davomida Yevropaga qilingan ilmiy tadqiqotlar safari davomida Polsha davlatining Tatra milliy bog'iga qilingan ekspeditsiya jarayonlarida ushbu bog'ning Yevropadagi ahamiyati hamda ushbu Tatra milliy bog'ining geografik o'rni, iqlimi, qisman fauna florasi haqida hamda asosiy tuproqlari va ushbu tuproqlarning hosil bo'lishi, pedogenizi, podzollanish jarayonlari haqida qisqacha ustozim professor Zafarjon Jabborov bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Men o'ylayman bu hamma uchun manfaatli videorolik bo'ladi. Namlik haddan tashqari yuqori. Mana hozir 2026-yil 24-mart sanasida bahor sanasi bo'lsa ham qor ko'p joylarda turibdi, erimagan hali ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tatra milliy bog'i hozir kirish qismida turibmiz biz. Bu bog'ga Zakopeniya shahri yaqin hisoblanadi. Shu hududda joylashgan desak ham bo'ladi. Hudud juda ham katta. O'zining florasi, faunasi bilan juda mashhur hisoblanadi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, relyefi juda ham notekis va o'simlik dunyosi sharqiy qismi, janubiy qismi qiyaliklardan keskin farq qiladi. Polsha va Slovakiya davlat chegaralarida joylashgan hisoblanib, Markaziy Yevropa o'sha Karpat tog' tizmalarining eng balandi hisoblanadi. Xo'p, Slovakiya hududidagi qismi 1949-yilda ochilgan bo'lib, umumiy maydoni 710 kilometr kvadratni tashkil etar ekan. Polsha hududida qismi esa 1954-yilda ochilgan hisoblanib, umumiy maydoni 160 kilometr kvadrat metrni tashkil etar ekan. Demak, Tatra milliy bog'i o'zining iqlimi, tabiiy iqlimi, keyin tuproqlari, landshafti bilan farq qiladi qolgan milliy bog'lardan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yerdagi o'simlik dunyosi asosan mana Nina bargli daraxtlar juda ham ko'p, dominant miqdorda qoplangan. Tatra bog'i kattaligi uchun agar sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida mana maxsus ot arava ulovlari ham tashkil qilingan. Yoshi katta keksalar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Verbi tasnifi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tishimiz kerak. Ya'ni Verbi World Reference Baza for Soil Resources deb ataladi. Ya'ni bu Xalqaro tuproqshunoslik ittifoqi tomonidan tavsiya etilgan hisoblanib, ushbu verbi tasnifiga ko'ra kiritishda asosan tuproqlarning genetik xususiyatlari, morfologik belgilari, mexanik tarkibi hamda tuproq hosil bo'lish jarayonlariga asosan guruhlanadi. Ya'ni tez vaqtni o'zida, qisqa vaqtni o'zida o'zgarib ketmaydigan xususiyatlariga asoslanib umumiy bitta guruhga kirgiziladi. Masalan, verbi tasnifiga ko'ra hozirgi kunda dunyo bo'yicha 32 ta asosiy tuproq guruhi mavjud hisoblanib, Reference Soils Groups deb ataladi bu guruh. Tatra milliy bog'ida ham tuproqlarni o'rganishda aynan verbi tasnifidan foydalanadi.
Bunga ko'ra hududlarda asosan tog' tuproqlarda rivojlangan bo'lib, ular orasida leptosol, kombesol, podzol, glisol ham uchraydi. Hattoki glisol ham, chunki Tatra milliy bog'i ichida bir nechta ko'llar bor, masalan, Morskiy ko'li bor yoki bo'lmasa kichik ko'llar bor. Shu ko'llar atrofida batqoqlar hosil bo'lgan, namlikning ko'payishi natijasida glisol tuproqlar miqdori ham qisman bo'lsa-da mavjud hisoblanadi. Bundan tashqari yana leptosol tuproqlar asosan ham mavjud bo'lib, qoyali yonbag'irlarda, Alp zonalarida va yuqori balandliklarda uchraydi. Bu tuproqlarning joylashgan relyefi yoki bo'lmasa qalinligi va kuchli eroziya va sovuq iqlim sababli tuproqlar qatlami qalinlashmagan hisoblanadi, lekin mavjuddir. Yoki bo'lmasa kombisol tuproqlarni ham aytayotgan bo'lsak, kombisol tuproqlar asosan o'rta darajadagi rivojlangan tog' tuproqlari bo'lib, ular pedogenez jarayonlari boshlangan, lekin to'liq deformatsiyalanmagan, ya'ni differensiyalanmagan tuproqlar hisoblanadi. Demak, tog' o'rmon zonalarida o'rta balandliklarda ushbu tuproqlar, ya'ni kombisol tuproqlar ham uchraydi. Yoki boya aytib o'tganimdek o'sha podzol tuproqlar ham mavjud. Bu podzol tuproqlar asosan sovuq va nam iqlim sharoitida aynan o'sha igna-bargli o'rmonlar ostida hosil bo'ladi. Bu tuproqlar podzollash jarayonida kuchli rivojlangan bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir qatlam hosil qilib, shu qatlam asosan nina-bargli daraxtlar tagida ma'lum bir qatlam hosil qilib joylashgan hisoblanadi. Tog'li joydan tuproq hosil bo'lish protsessi ketayotganini shu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana toshlarning ustini biologik massa qoplab, sekin o'zlaridan ajratma tufayli parchalab, mana bu yerda qatlamni ko'rishimiz mumkin. Mana qatlam. Yine bargli o'simliklarni barglari tushishi, parchalanish protsesslari ketish natijasida sekin podzol tuproqlar va qora o'rmon tuproqlari hosil bo'lgan. Ko'pchilik mumkin. Tatra milliy bog'ida yana bir ajoyib holatga duch keldik. Ya'ni o'sha kanalizatsiya shaxtalarining mavjudligi, ya'ni o'sha shahardan kanalizatsiya tarmog'idan Tatra milliy bog'ining ichiga 10-12 kilometrga uzun turbalarda shaxta qilingan. Ya'ni o'sha yo'llarda maxsus kichik bo'tkalar bor, hojatxonalar. O'shalardan chiqadigan suvlar barisi atrof muhitga tashqariga emas, balkim o'sha kanalizatsiya shaxtalari orqali to'g'ridan-to'g'ri kanalizatsiyaga, o'sha umumiy kanalizatsiyaga yo'naltirilganligi, bu o'sha Yevropani atrof muhitga bo'lgan e'tibori deb o'ylayman. Mana Tatra milliy bog'ida o'rtasida maxsus imorat qurilgan ekan. Kelgan sayyohlar dam olish uchun shu yerda nafas tiroslab, keyin yana davom etishgan. Kimdir ovqatlanadi, kimdir dam oladi. Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan Polsha davlatining janubiy qismida joylashgan Tatra milliy bog'iga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya natijasida qilingan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu ekspeditsiya jarayonida aytishimiz mumkinki, haqiqatan ham tog' tuproqlarini hosil bo'lishi juda murakkab. Bu albatta
o'sha tabiiy iqlim sharoitiga, o'simlik, relik sharoitiga to'g'ridan-to'g'ri chambarchas bog'liq hisoblanadi. Endi Tatra ilmiy o'sha milliy bog'i haqida aytayotgan bo'lsak, ushbu bog'da biz tuproq hosil bo'lishi yoki pedogenizi yoki tuproqlarning podzallanish jarayonlarini o'rganish, ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun tabiiy laboratoriya muhiti deb hisoblayman.